Mana shu uyda tinch yashayman desangiz, mani chakagim ochilmasin desangiz, shu uyga qonun qoidasiga rioya qilib yashaysizlar. Eshitdinglarmi? Ha, keling. Ja, o'tiribsizlar. Ovsiningizni chaqiring. Bugun majlis. Bir majlis qiling. Ja, o'zingizlardan ketib qoldinglar. Bo'ldi, hozir. Chaqiraman. Jongiriyda majlisam. Voy, opajon, tinchlikmi yana? Kecha xo'jayinim pul bermaganlar-da, o'shani tegib qolgan. Bo'lib pul ola olmasa, darrov keyin aybdor bo'ladi. Gap yo'qda deng. Majlis. O'zidan kim yasab olgan bu? Xullas, bugungi majlisimiz Opajon, keling, siz joy damladim. men sizga choy ichaman demadim. Majlis o'tyapman. Ikkita qulog'inglar menda, ikkita ko'zinglar menda bo'lsin. Xo'p bo'ladi. Oxirgi paytda o'zingizlardan ketib qoldinglar. Ovqatinglar kelganimda kech pishadi birinchidan. Keyin har kelganimda xonanglardan chiqib kelasizlar. Amunda kelishimga shirinliklar, salatlar, ovqatlar qilib turmaysizlarmi? Vannaga kirganimda mashinaning ustida kir turibdi. Nimasi bu? Kelganimda-chi keyin sal chehranglarni ochib kutib olinglar, xo'pmi? Har hafta bilasizlar majlis soatini, vaqtini. O'tiringlar shu yoqda. Eshitdingizmi keling? Keyin nima bu? Akamgalarni qayrab qo'yganmisizlar deyman-a? Kecha pul so'raganimda yo'q deb aytibdi akam. Har doim xo'p deb berardilar. Voy Komilaxon, sizdan biz pul qizg'anmaymiz. Akangizlar kecha jiyaningizdan kontraktni to'lab keldilar. Bo'lmasa pullar bo'lsa bilasiz-ku, sizdan ayamaydilar. Sizda ham xuddi shunaqa hozirgi kunlarda pulimiz yo'q bo'lsa, jonimiz bilan beramiz, Komilaxon. Sizdan qizg'anmaymiz, bilasiz. Bo'lsa, yo'q demaymiz sizga. Senimiz siz-u? Keling, keyinchi uyingizga borishchi yig'ishtiring, xo'pmi? Har 15 kunda uyingizdasiz. Keyin tilingizni sal qisqaroq qiling. Tavba qildim. Gap desa qop-qop, eshitsa Samarqanddan top. Voy, Komilaxon, o'zingiz kunora o'tasiz-ku? Nima? Bu meni tug'ilgan uyim. Kerak bo'lsa, shu yerda yashayman. Voy, Komilaxon, men ham ota-onamni sog'inaman. 15 kunda bitta boramasiz, kunora kelasiz. Ey, shu gapim bo'ldi. Kerak bo'lsa, har bitta narsaga qo'l qo'ydirib olaman. Men shu uyda tinch yashayman desangiz, mani chakagim ochilmasin desangiz, shu uyga qonun qoidasiga rioya qilib yashaysizlar. Eshitdinglarmi? O'sa, armiyada xizmat qilayotganga o'xshaymiz-ya. Gapirmang. Shuncha yildan beri yashaymiz, hali ham tinmaymiz shu. Armiyada ham bunchalik bo'lmasa kerak. Lekin qo'rqaman shulardan. Voy, gapirmang, nima ekan deb turaman. Majlisda. Kesalar shunaqa davliya ham oshib ketadi. Yo'q, qiz bola uyiga kelib, maza qilib o'tirib, xursandchilik qilib ketsa bo'lmaydimi? Har doim majlis qiladi, bizani kovlaydi. Bu ham kelin bo'lgan-ku, xizmatimizni qilamiz-ku. Opajon o'zi to'g'ri qilishgan, har 15 kunda jo'natib. Kunda kunara unaqa boraverib, hammaning oilasiga aralashish yaxshi ish emas-da. Oddilarda qizlari bor hali. O'zlariga qaytsin. Yana kamigacha bolalarimizni urushtirib ham ketadilar. Gapirmang. Bolalarim bezilib qolgan ammasidan. Bolalar o'zi ammani yaxshi ko'rish kerak. Ammasi kelsa, xonasiga kirib oladigan bo'lib qoldi bolam.